Do'stlar, bugun hammaga salom do'stlar. Bugun ko'yllarning yorumini bo'lamiz va kimning tarafi yaxshiroqini ko'rib olamiz. Qani ketdik unda. Ko'yllarning yorumini bo'lamiz. Kimning tarafi yaxshi chiqsa, u yutadi. Shunday qilib bo'lamiz. Bir-birikini ko'rgim yo'q. Hozir shaharning yorumiga bo'ldik va Tukum Saparvoy uylarni tozalab yuribdi. Men ham uylarni yangilayman. Endi nima qilamiz? Uylarni yangilash uchun mana buni olamiz, yangilaymiz. Kim yutar ekan ko'ramiz uni. Kim yutar ekan ko'ramiz Saparvoy. Uni ko'ramiz. Sen yutqazasan, men yutaman ko'rasan. Va hamma yerni qilib yurtma, yangilaymiz bu yerni ham. Saparvoy, nima qilyapsan? Va men yutishim mumkinmi? Ko'rasan. Kiminki yaxshi chiqar ekan. Buni garishlarni ham almashtiramiz yangilarga. Va bu yerlarni ham qilamiz. Yangilaymiz. Tukum Saparvoy nima qilib yurgan?